bizni bir paytlar o'sha qizillar, kommunistlar kelgan paytda undan oldin shunaqa bir tarixiy voqealar bo'lgan ekanki, o'sha xalqi millat eng zabardastlarini, eng zo'rlarini, haqiqiy er yigitlarni, haqiqiy sher yigitlarni tutib, ko'p yosh bolalarni birinchi qatorga olib chiqib qo'yib, bolalarni oldiga olib chiqib qatl qilgan, so'ygan ekanda. Ular shuni ko'rib, boshini ko'tara olmasdan qo'rqoq bo'lib yashadi. Biz o'shalarni bolalarimizda qo'rqoq bo'lib qolganmiz. Mutiylik merosimizda o'shalar bizni qo'rqitgan, ota-bobolarimizni ko'z oldida yosh bola bo'lgan bizni bobolarimiz, otalarimiz o'sha paytda yosh yigit bo'lgan, nari borsa 13-14 yosh bo'lgan va o'shalarni birinchi qatorga shunday olib chiqib, o'shalarni ko'zini oldida akalarini, tog'alarini, amakilarini, otalarini qatl qilgan va qo'pol qilib aytganda molni so'ygandek so'ygan. Biz o'shalarni bugungi kunda avlodimiz, biz qo'rqamiz, biz tirik qolmaymiz.